Aziz obunachilar, assalomu alaykum. 9-mart sanasi akşam 8-mart bayramlarni yaxshi o'tkazib, bugungi kundan xudo xolasa boshlab oldik. O'zlarimizga markamizda tabrikimiz bo'lib o'tadi, ya'ni katta bog'damiz. O'zida desak yanglishman bo'lamiz. Kommunizm yo'lida bugun Gulchehroni tabriklab xursand qilamiz. 60 yosh yubiley yoshlari bilan barcha farzandlari nomidan qolaversa tashkilotchi qizi Malahat akaning nomidan keldik. Shular nomidan kelib, onajon tabriklab chiqamiz. Qolaversa o'g'li Ruslanbek aganing nomidan, Nafosat qizlari, Oyshajon qizlari nomidan, gelinlar Kamola, Yelar Umirbek va Boburjon agalar nomidan onajonni xursand qilamiz. Kutilmagan tarzda tabriklab, o'zlari tayyorlab qo'ygan sovg'alarni topshiramiz. Birga aytdim yordoshlari Rozoya bilan tabriklaymiz, boshlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, yaxshi do'stlarmi? Men olasizlarmi? So'rashga kirib kelaverdik. Beshikdan kirdatmasdan hammalaringizni endi o'tib ketgan bo'lsam 8-mart bilan tabriklaymiz. Shunday bayramlarni ko'pisini ko'ringlar. Bugun shunday bir quvonchli kunda bayramda Gulchehramizni yubiley yoshlari bilan tabriklash uchun keldik. Ya'ni 60 yoshlar bilan. Yanglishlik 18 yoshlar bilan bardavom bo'lsin. Ilohim yuzlaringizdan kulgu, chehralaringizdan tabassum ayrimasin. Gulchehrona, siz bo'lasizmi? Tabriklaymiz. Bir qarsaklab bo'lsin azizlar. Rahmat, sog' bo'lasiz. Onajon, endi sizni bezovta qildik. Men kera uzr so'raymiz. Birinchi yilda sizni tabriklaymiz. Bugungi quvonchli kun, shodiyona bayram bilan xabarimizda bo'lib turgan yoshimizda yosh qo'shilgan kun shularningiz bilan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Rozoya bilan qo'shaq aralaysiz. Rozoyaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Agam yaxshimisiz? Rahmat. Keling, umr yo'ldoshingizni ham kutib turasiz. Umr yo'ldoshingizni tabriklash uchun keldik. Rozoyaga, Gulchehroni bilasizmi kimni nomidan kelganimizni? Kim bo'lishi mumkin? Taqimdan qani? Vallahi Farzandlaringiz to'g'ri, qaysi biri? Hammalari, lekin meni taklif etgan bir akam bor. Qaysi qizimizda bo'lasiz? Qarsaklaringiz to'g'ri. Birinchi yilda shu ishlarni tashkil etgan, meni taklif qilgan, sizlarni dum yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz, qizlaringiz, Malahat akamning nomidan alohida tabriklayman. Shu nomidan keldik asosiy. Qolaversa Ruslan agamning nomidan tabriklayman. Nafosat qizimizni, Oyshajon qizimizni va geliningiz Kamola akamning nomidan tabriklayman sizni. Bayramingiz muborak bo'lsin. Inshaalloh orzularingiz bo'lsa o'sha tilakdoshman. Har doim salomatlikda, bor butunlikda shunday bayramlar, shunday tug'ilgan kunlar ko'pisini ko'rib o'tirasiz. Yubiley yosh, 60 yosh. Xudo xolasa muborak bo'lsin. Keling. Keyingi yoshlaringizdan, payg'ambar yoshiga kirgan vaqtingizdan davlatga keng tabriklar tilaymiz. Hozir men gravarishimda Malahat akam bilan ko'chada gaplashib turdim. Akam aytdi, "Apamning akamning sevimli vaqtlari bor hamda. Shu vaqtlarni aytmasang bizdan xafa bo'ladi apam akam" dedilar. Shu vaqtlarimiz, ya'ni Shohnoza, Shahriyar, Mahinur, Gulhayot, Gulasal, o'g'laylar nomidan ham siz tabriklaymiz. Ana joningiz sog' bo'lsin deymiz. Chiqib Xudoy talabaring yashab, girib, mazmunli yashab, hayotning go'zal kunlarini ko'rib, hajona, hajota maqomona berish nasib etsin. Tabriklaymiz. Endi siz uchun sizni xursand qilish maqsadida farzandlaringiz surpriz sovg'alarni tayyorladilar. Birinchi yilda jannatim, onam, davlatim, otam tortini qabul qilasiz. Topshiramiz, marhamat. Farzandlaringiz tomonidan ortiqlaringiz edi. Bemor bo'lsa agar uzat, titratmasa tanamni, Robbim ayla ehtiyot, xasta qilma onamni. Bularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni, onajonim, onamni, mehribonim, jonimni.
ko'ksim onam Marhamat, endi Gulchehra o'g'lingiz Ruslanbek ham Jannatim onam gulini topshiracaklar. Qabul qilasiz o'g'lingizning nomidan, keliningizni nomidan. Marhamat. Ayla aman xasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar sinovga xasta qilma onamni yarim bilasanlik yangi mama yaramni qo'yib hayotimga chek xasta qilma onamni mushtoqdirlar yo'limga qalbim tilma onamni rozidirman o'limga xasta qilma onamni onajonim onamman mehribonim jonimman onajonim onamman mehribonim jonimman otamning ko'ngli partori jonajonim onamman otamning suyukli yori jannat qo'shim onamman Hamma yakunlaringizni shu joyimizda turgan, shu sulalar uchun, shu oila uchun qadrdon bo'lgan onajonlarimizni, opa-singillarimizni yanimizda taklif qilamiz. Hammalari turishlari mumkin yanimizda. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Hali yaxshimisizlar? Yana bugun shunday bir yaxshi kun bu suralarda, ya'ni Gulchehra onamizni bayramlari farzandlar tomonidan tabrikladik. Aziz onajonimizga qilingan surprizlarni, sovg'a salomlarni, tilla taqinchoqlarni, tortlarni topshirdik. Ilohim onajon, ro'zg'oyaga hayotlaringiz shunday kutilmaganda surprizlarga boy bo'lsin. Farzandlaringiz, ko'zingizda oq ko'karalari, farishta qizlaringiz sog' bo'lsinlar. Hozir shu jarayonni kichkina qizlarimiz, ukalarimiz yurib turibdi, ertaga katta bo'lganda albatta qaytadi. Ilohim qaytgan shunday kunlar. Farzandlaringizni faqat quvonchli kunlarini, bayramlarini, yaxshi kunlarini ko'rib o'tirasiz. Eng asosiysi hech qachon kasal bo'lmaysiz. Har bir kuningiz, har bir soatingiz, har bir daqiqangiz shunday yaxshilar, do'stlar, qarindoshlar, opiyalar, xolajonlar, majonlar qo'shilib o'tsin. Bugun tug'ilgan kuningiz 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Tabriklab beramiz. Gulchehra ona o'ylavadingizmi, kutuvadingizmi? Kutilmaganda bo'ldi. Aytib o'tganimizning hali farzandlaringiz niyatlab qo'yibdi. Orzu qilib qo'yibdilar. Sizni ro'zg'oyga, sizni umra safarlariga yuborish niyatlari bor farzandlaringiz. Ilohim qilgan niyatlari, qilgan orzulari amalga oshsin. 63 yoshga kirgan vaqtingizda, payg'ambar yoshga kirib o'tirgan vaqtingizda ilohim o'zim kelib sizga umra safarlarini topshirib o'tirayman. Butun yaqinlar bilan, qarindosh tog'alar bilan, sizning og'aylaringiz, doilar bilan, hamma yaqinlar bilan chiqib sizni ko'p yaxshi kunlaringiz kelib bo'lsin. Farzandlaringiz sizlarga rahmat aytacaklar. O'zlarining yaxshi bir niyatlarini, tilaklarini aytacaklar. Undan avval shu sizni tabriklab kelib o'tirgan
aziz mehmonlarimizga, og'alarimizga va opa-singillarimizga so'z bersak, birin-ketin sizni tabriklab qo'ysak, ana keyin farzandlaringizdan size bo'lgan yaxshi niyatlarni, rahmatlarni eshitamiz. Marhamat. Birinchi galda og'amizdan. Assalomu alaykum. Yine öpkemizin doğulan günde yanıltımız eken öpkem köp yaşlara girsin. Evzot bilen denk arasın. Kudana beren yaşını yaşasınlar. Şöyleri yerin düşürüp kızan çıkarıp oturuşmalara nasip etsin. Rahmet. Bugün öfkemin tariflaplar güneyken öfke uzak yaşlara girin. Özot bilen karışıp baktıkları toylarını atıp rahatını görüp oturuş nasip etsin. Ömrüne uzak olsun. Öpke tebrikimiz doğan gününüz buna. Biz Muhammed Denkadı. Allah'a rahmet ediyorum oturun. Katta rahmat, doila. Sog' salomat bo'lgaysizlar. Bildirgan tilaklar ijobat bo'lsin. Ilohim sizlar ham yaxshi kunlaringizda shu abkam borib shunday tilaklarni niyatlarni bildirib o'tirsinlar. Sog' bo'lgaysizlar. Endi xolajonlarimizga, hammajonlarimizga, qarindosh tog'alarga so'z beramiz. Birin-ketin shuni tabriklab qo'yarlar. Marhamat. Öfke doğan gün. Öpke doğan gününüz bilen tebrikleyme, rızmetan bilen denk karışıqayslar. Daim ömrünüz uzak olay. Bu balamızın rahatını görüş nasip etke. Görgeysizsen bu daim köp yaşlara gidip, şunun doğan günlerini köpsünü kütüp oturuş nasip etke. Bu daim heclere varıp hecata, heceyle bulaşan nasip etke. Ömrünüz uzak olay, baklı salatlı olup, hoşa karayıp hoşlanınız bilen. Uzak ömür görüp bilgeysizler. Hudayım tebriklerine yine bir var. Hepsiye tebriklimiz, ağam bilen denk karışınlar. Hudayım şu aktıklarını, rahatlarını görüp hecata, hecana bol güçler nasip etke Hudayım. Yakira usan, yakira. Doğulan gününüzle tebrikleme, Özot bilen en yaşın, uzak ömürlerini göreyim. Aktıklarının, çoğuluklarının rahatını göreyim. Kudayım. Hacı mama, hacı boğulayıp oturgaysılar. Hem o yakşı güne geleyimiz. Doğulan gününüz bilen tebrikleyme, köp yaşlara girin. Denk karışın, ömrü gününüz uzak olay. Öpke tebrikleme, köp yaşlara girin. Her cana bulup yürüyüş nasip etsin. Her zata bulup yürüyüş hizmetama nasip etsin. Yüz bilen yüzleşip yürüyün. Ama Rahmat. Katta rahmat. Endi shu joyimizda farzandlaringizni taklif etamiz yanimizda. O'g'lingiz, gelinlaringiz, qizlaringiz, aqtiqlaringiz, oilaviy sizni tabriklab qo'yadilar. Endi hozir o'zlarining aytgan tilaklari, niyatlari bor. Hammalarini birinchi galda shu joyimizda o'g'lingizni taklif qilamiz. Ruslanbek akam. Ruslanbek akam. Bugun sizni oilangizni farishtasi, suyangan tog'ingiz, boshingizdagi tojingiz, mehrli onajoningiz, validay muhtaramangizni shuni bir quvonchli kunlari, shodiyona bayramlari. Bilamanki sizni aytgan tilaklaringiz bor o'zingizga. Tilaklar, rahmatlar bor. Shuni hozir endi ayni payti tilaklaringiz. Marhamat. Rahmat sizlarga uchun. Apa 60 yoshlik yubileyisini tebriklayman. Geçen bilan baxtimizga sağlam yuringlar. Xudoyim Hamdan Bekrat kabi 63 yoshda bizlardan bir podarka Makkaga yermat nasib etsin. Sağlam baxtimizga sağlam yuringlar. Rahmat.
Ojan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Dadajonim bilan qo'shiq qaring. Xudo xolasa hojona hojatda bo'lish nasib aylasin. Hamisha shunaqa chiroyli o'ynab kulib yuring. Apa tabriklayman. 100 yoshlarga kiraysiz. Bizlarning baxtimizga sog' salomat bo'lib yuraysizlar. Akam bilan deng qarashing. Apa tabriklayman. Ko'p yoshlarga kiraysiz. Akam bilan shakar birgaysiz. Bizlar baxtimizga hamisha sog' salomat o'qaysizlar ikkimiz ham. Apa tabriklayman. Doğan gününüz ekan. Ko'p yoshlarga kiraysiz. Akam bilan deng yashang. Ana tabriklayman. Ko'p yoshlarga kiring. Ana tabriklayman. Umringiz ko'p bo'lsin. Atam bilan deng qarashing. Bilasan bir şeref taramayın. Rahmat, akajonlar. Xabar katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Bildirgan tilaklar ijobat bo'lsin. Sizlar ham yaxshi kunlaringizda Xudo xolasa farzandlar katta bo'lgan vaqtlaringda shunday kunlar qaytsin. Bir kunlar uzoq bo'lsin. Ilohim inshaalloh orzularingiz bo'lsa ushalishni tilakdoshmiz. Yana ro'za Ramazon oyining 9-kunida, bahorning 9-kuni onajonimizni bayramida dedalashtiribmiz. Ilohim tutgan ro'zalaringiz, qilgan niyatlaringiz hammasi Alloh yo'lida ijobat bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz mudom ko'p bo'lsin. Yana bir marta tabriklaymiz. Ro'zlarga Xudo xolasa bir yo'ldoshimiz bilan yelib yozilib rohat farog'atda yashab o'tkazinglar. Salomat bo'lasizlar. Endi hamma tabriklab bo'lgan bo'lsa, mikrofonni sizga beramiz. Bir yo'ldoshimizni tabriklab, o'zingizga bir tilaklar yozasiz. O'zib ketgan bo'lsam endi opa singillarimizni, onajonlarimizni 8-mart bayram bilan tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Yaxshi rahmat Hamdambek. Yaxshi buyurlar tabriklab. Ya bizni umr yo'ldoshim yurchidan tabriklab kelib o'tiribdilar. Qarindoshlar o'g'illar. Gelirler, apikamlar, ukamlar, qizlarim, bolalarim hammasi yaxshi tabriklab turibdilar. Ularning ham shu umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim shu bolalarimdan qat'iy sog'lik, salomatlik olsun. Hammasine katta rahmat. Sizlarga Hamdambek shu ishlarni tashkillashtirgan katta rahmat sizlarga. Sizlar ham yaxshi kuningizda borib xizmat etmoqda nasib etganingizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim gapirib 100 yoshga yetib o'tirmang. Shundan gelip hizmette durmaysizlar. Katta rahmat. Rahmat, salomat bo'lasiz. Endi so'zni Gulchehron o'zingizga beramiz. Shu ishlarni tashkil etgan farzandlaringizga o'zingizga rahmatlar aytasiz. Marhamat. Avvalambor shu meni hurmat etib kelib o'tirgan hamma qarindoshlarimga, biyim, ukalarim, şurada gelirler, hammasi benim ülkelerim, kızlarım, ballarım, şuların hammasine min rahmet aytamam. Bu işini teşkilleştirip yürüyen ekenler, bu daim bulanam şu 60 yıllık, 80 yıllık, 1000 aylıklarını görüp oturuyorum bu daim. Bulanam hammasi ailesi bilen baxtlı, saadetli bolsunlar. Zaten kızlarını ötken beynemleri bilen tebriklemem, ötken bolsam. Durmuş oradakımam, İlahim sağ salamet yürüsün bizim baxtımıza. Hemmenize rahmet, hemden bey sizem. Şu mene hürmet etti, kızım çakırtıp da kendisini. Ben indi tıkadık, ne olsa özür bilmeyin kaldım. Ne o değişim heyecanlanıp durmam. Rahmet, hemmenize. Rahmat, salomat olun. Qo'lingizdagi gullardan chiroyli bo'lib yurgaysiz. Bahor gullardan ochilib sochilib yurgaysiz. Sog'lik tamoqda, bag'ri butunlikda, uni bayramlarda ko'p ko'rish nasib etsin. Jannatim onam, demak turgan to'liqni umr yo'ldoshingiz bilan bir-birlaringiz qo'llaringizni ushlab kesib qo'yasizlar. Arzu niyatlar tilaklar. Marhamat to'liq kesamiz endi. Bitta sırsalar,
Ömür ile Yedirip koyasın da yoldaşınıza. Otam Sözüm ötkür kadın bana Koşumga kulağına sana Yollarım tuzağına Türgen olsana otam Sözüm ötkür kadın bana Koşumga kulağına sana Yollarım tuzağına Salomat bo'linglar. Marhamat, endi sizlar uchun xorazmcha qo'shiqlar bo'ladi. Hammalaringizni dabiramizda taklif qilamiz. Marhamat. Kunda kuyan izi var, bir bayna bir kizi var. Kunda kuyan izi var, bir bayna bir kizi var. Köp yılı baktım kuyunu, bir görmedim bu yılı. Köp yılı baktım kuyunu, hiç görmedim bu yılı. Yolun yantak yaşalı, ki Türkiye tavşanlı. Yolun yantak yaşalı, ki Türkiye tavşanlı. Çok atak yanımda, yağlı karanımda. Çok atak yanımda, yağlı karanımda. Kunda kuyan izi var, bir bayna bir kizi var. Kunda kuyan izi var, bir bayna bir kizi var. Köp yılı baktım kuyunu, bir görmedim bu yılı. Köp yılı baktım kuyunu, hiç görmedim bu yılı. Tamla kurcun halkım, bizde zatuyum tankım. Tamla kurcun halkım, bizde zatuyum tankım. Burası zaten limen, şöylesem çay demlimen. Burası zaten limen, şöylesem çay demlimen. Kunda kuyan izi var, bir bayna bir kizi var. Kunda kuyan izi var, bir bayna bir kizi var. Köp yılı baktım kuyunu, bir görmedim bu yılı. Köp yılı baktım kuyunu, hiç görmedim bu yılı. Marhamat, navbatdagi qo'shiqimiz bo'ladi sizlar uchun. Xalq yonashida. Söyleyen bir gep demey sana deyip gittim ya. Söyleyen bir gep demey sana deyip gittim ya. Bizden bir bakmasan günahım hemen öptüm ya.
destekler bo'lsin avvallar uchun. Rahmat. Sog' salomat bo'lgaysizlar. Aziz boshlar zamon bo'lsin. Endi bir esdalik uchun rasm olib qo'yamiz. Qolgan mehmonlar esa yoqimli ishtaha, xush kayfiyat Allohga tilab qolamiz. Hammalaringizni Navro'z olam bilan tabriklab qolamiz. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Katta rahmat bo'linglar uchun. Ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharaflimiz. Shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz. Baxtlimiz, 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 baxtlimiz. Qanday samoviy hislar bu, qanday muqaddas nom bu. Shukronalarim ayta ayta, xotirjam makon oilam bu. Vafolikda sharafli